Arkadaşlar Edim Gold jamoamiz nomidan Tilazik. To'g'ri, Alloh sog'lasin. Yana bir marta o'zik sovg'a qilishga imkoniyati bor. Buning uchun oyingizga telefon qilib, reaksiyasini bildirishingiz kerak. Assalomu alaykum oyijon. Alaykum. Tilla uzuv podarka qilmoqchi edim. Menga Allohning senga qaysi payt berishini, yaxshi xayrli bo'lishini bilib beradi. Hamma narsaga sabr kerak, afiyat kerak. Afiyat oyijon. Hasbunalloh va ni'mal vakil ana. Assalomu alaykum. Salomatsiz, tuzumsiz. Keling aka. Salomatmisiz, tuzumsiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Biz mana shu Edim Gold do'koni bo'yicha hozir bir chiroyli narsa qilmoqchi edik-da. Agar imkoni bo'lsa, qatnashib bering. Agar imkoni bo'lmasa, to'g'ri tushunamiz. Yo'q, to'g'risini voz kechishim kerak. Yo'q, ketasiz. U 2-3 minutga ham bormaydi, aka. Tez bo'ladigan narsa. Xo'sh. Onajoningiz tirikmilar? Alhamdulillah. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Salomat opam, mana shu do'konni egalari. Agar bitta shart bor. Xo'sh. Qachon uzuk sovg'a qilgansiz oxirgi marta? Onamdan to'yimda. To'yingizda? 7 oy bo'ldi. Qarang, hozir shundoq imkoniyat bor-da, qarang, 7 oy, hali 1 yil ham bo'lmabdi. Yana bir marta uzuk sovg'a qilishga imkoniyati bor. Xo'sh. Buning uchun nima qilish kerak, Salomat opam? Buning uchun oyingizga telefon qilib, nimasini reaksiyasini bildirishingiz kerak. Громкостьda qo'ying. Sizga oyijon, sizga men sovg'a qilyapman. Tilazik. Shunchaki telefon qilasiz, onajon, assalomu alaykum, yaxshimisiz, yaxshi o'tiribsizlarmi? Sizni yaxshi ko'raman. Qo'lni qosib kutib keldim. Ya, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Sizni yaxshi ko'raman. Sizga bitta chiroyli uzuk olib qo'ydim. Xudo xolasa bugun xursand bo'lasiz deb bitta bir ovoz aytsangiz bo'ldi. Bo'ldi. O'zi qayerdan? Shu yerdan, Toshkentdanmi? Toshkentdan. Salomat bo'ling. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyimlarga berib. Assalomu alaykum oyijon. Alaykum. Men ishga keldim, ishlayapman. Alhamdulillah. Ona, men o'zi sizga bugun atab qo'ygan bir sovg'am bor edi. O'shanga sizga tilla uzuv podarka qilmoqchi edim. O'shanga sizga oyijon. Buni qarasam, uzoq vaqt bo'libdi sizga tilla uzuv sovg'a qilmaganimga. Biz uchun doimo hayot bo'lib, oldimizda tursiz. Bizning yonimizda inshaalloh Xudo xolasa kelgusi kelajak haj safarlarida ham birga bo'lsangiz, ota-ona bilan Xudo xolasa. Qayta boshlar, oilaviy boshlar. Amin, aytganingiz kelsin. Amin, aytganingiz kelsin. Xayrlisini bersin. Amin, aytganingiz kelsin. Allohning senga qaysi payt berishini, yaxshi xayrli bo'lishini bilib beradi. Hamma narsaga sabr kerak, afiyat kerak. Afiyat oyijon. Afiyat kerak hammasiga. Shunga duolaringiz bilan necha gramli bo'lsin? Kattaroq so'rayveray. Yo'q, onamjon bolam. Hammani jumla qilma. Sen o'zingni o'ylasang bo'ldi, jonim. Ha. O'zing bo'sh paytda boshqa ishing nomalaringni paytda qilgan so'zing boshqasi. Hozir o'zingni oldingga ishing turibdi. O'shani bersang menga katta sovg'a. Xo'p, onajon. Shuningdek, jon bolam, bo'pti mayli. Yaxshi, Alloh omadingni bersin, tanjoning sog' bo'lsin. Alloh o'ylagan niyatlaringiz qilsin. Hamma narsani hammamizga, hamma oilahlarimizga xayrlisini bersin. Shunaqa tanjong hamma narsani xayrlisini bersin. Topganiga baraka bersin. Alloh hamisha yo'llaringizni bexatar qilsin. Qalbingizni bittaga yaxshi narsalarga Alloh yetkazsin. Amin. Topganiga baraka bersin. Sizning zikrlar qo'ymadingiz. Alhamdulillah. Shom bo'ldi o'g'lim. Alhamdulillah. Hasbunalloh va ni'mal vakil ana.
Gap so'z yo'q aka. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Bizlar Edengul jamoamiz nomidan tilabzik. To'g'ri, Alloh sog'asin. Onajoningizga. Sizni nomingizdan. Sizni nomingizdan. Ishlaringizga omad. Allohim shu onangiz duolari eng xayrlisi mustojob bo'lsin. Hamisha Alloh qo'llab-quvvatlasin, onangiz duolari qo'llab-quvvatlasin. Chiroyli shunaqa duolar qildi. Xudo xolasa Alloh endi rozi bo'lsin. kelasi safar Edengolga o'zlarini olib kelasiz, a? O'zlarini olib kelib endi brilliantlardan tanlab, Xudo xolasa nasib bo'lsa. Rahmat, sog' Aka, bo'ling. ismingiz kim? Muhammad Rasul. Muhammad Rasul. Adımdan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allohumma hamd sanolar bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam durud salovatlar bo'lsin. Allohim shu onangizni duolari Allohim dargohingda qabul mag'firat qilsin. Allohim kun tutsangiz oltin bo'lsin. Sog' salomat bo'lasiz Xudoyim. Allohim nazaridan ayirmasin, martabangizni baland qilsin. Hamisha Allohim o'zi yorlar qilsin. Sog' omon bo'ling. Allohu akbar. Muhammad Rasul aka, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Bu ya, ish, boshqa. Ish o'zgarma. Sog' bo'ling. Qaytma qancha? 200 so'm oqiyapsizmi? Bechora. Rahmat, sog' bo'ling. Bo'ldi. Rozman. Bo'ldi. Bo'ldi, rozman. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, sog' bo'ling. Bo'pti, rozman. Charchamang. Xuddi o'zim Mana ham bo'pti, zo'r bo'ldi lekin. O'zi ham endi uylangan ekan-da. Yo'q, keyin ham nima deydi, ona sizni yaxshi ko'raman deyishi ham shart emas ekanda. Ular Bir dunyo gapi bor ekan o'zaro o'zi. muomalasidan Bor ekan. hamma narsa bilinib turibdi. Juda chiroyli bo'ldi. Alhamdulillah degan naqadar o'zi imini kutayotgan odamimiz deb o'yladim.